Bu mashina minayotgan odam ko'zi ko'rmaydi, ko'r odam. Uni do'sti hech qanaqa binolar, tirbandliklar yo'q joyga ochiqlikka borib, uni mashina minish orzusi, erkinlikni his qilish orzusini amalga oshirish uchun do'stini shu joyga borib mashina mindirdi. Hozirda shunaqa oshnalar bor, ko'zi ko'rsa ham mashinasini ishonmaydigan. Bugun ko'rgan videolarim ichida eng zo'ri mana shu video bo'ldi-da boru. Shu ko'r odamga do'sti mashina minishda hissini beryapti, sababchisi bo'lyapti. Qanaqangi mana shunaqa qiyomatli do'stlaringiz bo'lsa, kommentariyada belgilab keting. Yoki ko'zingiz ko'rsa ham sizga mashinasini ishonmaydigan do'stingizga shu videoni jo'natib qo'ying, ko'rib ibrat olsin. Boshqalar o'z yaqin do'sti uchun nimalar qilayotganini ko'rsin. Yurakchani bitta qizartirib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Albatta eng zo'r videolar menda bo'ladi, bilasizlar-ku.